virusli yallig'lanish, ya'ni virusli yallig'lanish ko'rib o'tganimizdek birdaniga o'pkasiga o'tib ketib qolibdi degan narsa yuradi ko'pchilikning o'rtasida. Lekin virusli yallig'lanish olib qaraydigan bo'lsa, biz o'zi tegi bu narsa yuqori nafas yo'ladi, ya'ni burunning shilqa dimoqda deydi, o'sha dimoqda jarayon kechaveradi. Unda kechayotgan jarayon shu bilan birga o'pkada va ichida ham baravar kechishi mumkin bo'lgan enterovirus infeksiyasi tomonidan chaqirgan yallig'lanishlar bor. Yoki boshqa viruslar tomonidan chaqirgan yallig'lanish bu birdaniga o'tdi emas, bir kunda, bir soatda jarayon baravar ketadi. Lekin interstitsal, ya'ni hujayra, o'sha alveolar o'rtasidagi hujayrada jarayon ketgani uchun bu eshitganimizda, o'pkani eshitganimizda o'pka 2-3 kungacha toza bo'laveradi. To yallig'lanish, o'sha to'qimaning yuzasiga chiqib, shilliq qavati alveolarning funksiyasi buzilib, to shilliq qavati o'sha alveolar to'qimalarning ichiga o'tmaguncha, to o'sha xirillash yo'li o'tmaguncha, yallig'lanish kuchaymaguncha biz uni bilmaymiz. Faqat rentgendangina bilishimiz mumkin bo'ladi. Mana nimasi bilan virusli yallig'lanish xavfli bo'ladi. Grip virusidagi ayniqsa yallig'lanish va pnevmoniya bo'ladigan bo'lsa, grip virusdan keyin mana endi bahor oylari kelyapti, 26 gradus, bu grip virusining rivojlanishi uchun o'ta qulay sharoitlardan bittasi hisoblanadi. Bu yerda qon tomirlarining sinuvchanligi ortishiga, ya'ni o'sha o'pkada pnevmoniya bo'lgan bo'lsa ham, o'sha bronxlarda ham, o'sha bronxiollarda ham o'pka shilliq qavatni qon tomiri sinuvchanligi ortib ketib qoladi. Va natijada yengil qon ketishlari vujudga kelishi mumkin. Ya'ni gripp bilan og'rigan odam birinchi o'rinda dam olishi kerak. Endi profilaktika, bu grippda yengil o'tkazish uchun nima qilish kerak? Niqoblar taqish, oksalinli mayzda burunlarni chayib turishimiz, hali bunga har xil mayzda levomikolla ishlatishimiz, oddiy mana fizras to'lab turib u bilan chayishimiz, elitib turib o'sha mana bular sal profilaktikasiga kiradi. Vitaminga boy ovqatlar yoki vitaminga boy, minerallarga boy vitaminlardan foydalanishimiz, ovqatlanishimiz qo'shimcha ovqat sifatida biz foydalanishimiz. To'g'ri kun rejimi mana tashkil qilishimiz. Mana bu ham o'z navbatida sizni kun davomida charchashni oldini oladi. Kunlik charchash yig'indisi bo'ladi. Bu organizm immun tizimiga o'tirishiga sabab bo'ladi va natijada shamollashga inson beriluvchan bo'lib qoladi. Asabiy insonda shamollashga beriluvchanlik oshib ketib qolishi bo'ladi. Oqsilga boy bo'lgan, vitaminlarga boy bo'lgan ovqatlardan foydalanishimiz. Ovushlarga, ziravorlarga, ovushlarga, mevalarga boy bo'lgan ovqatlarni o'z ratsionimizga kiritishimiz. Askarutin vitamindan foydalanishimiz. Yengil shamollash alomatlarini o'zimizda sezganimizda, xoh katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, hali burunga o'sha mayzlarni ishlatishimiz, har xil levomikol mayzlarni ishlatishimiz, burunni chayib turishimiz va antigistamin preparatlaridan, o'sha yengil shamollash jarayoni boshlangan taqdirda ham antigistamin preparatlaridan foydalanishimiz, o'sha yosh bolalarimizda ham, ya'ni antigistamin o'sha sitrizin, levotitrizin, har xil mana shu tarkibida o'shovchi dori vositalari kiradi. Montelukaz tarkibida o'shovchi dori vositalari kiradi. Mana bular ham o'sha allergik fonni olib turadi va natijada sizda kechayotgan jarayonni yengilroq kechishini ta'minlab beradi. Va bizga kirayotgan mavsumda grippni yuqtirishini ehtimolini pasaytiradi. Yuqqan taqdirda ham yengilroq o'tishini ta'minlaydi va yuqqan taqdirda ham tana harorati ko'tariladi. Burun bitib zudlik bilan o'rin ko'rpa rejimi shifokorga uchrashish. Birinchi o'rinda shu burunni kerak bo'lsa, burunda kechayotgan bo'lsa, burunni chaydirish, tomonda kechayotgan bo'lsa, jarayon tomonni chaydirish, o'pkada kechayotgan bo'lsa, o'sha o'pkaga xos dori vositalarini olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.